Muzlik davridagi Sid ham bir vaqtlar haqiqatdan mavjud bo'lgan. Bas qil, halitdan beri kimga gapiryapman? Vegetarianmiz desam sen, kelishaylik desam sen. Shu ham muomalami? Mana, hamma gapga javobing shu. Obuna bo'ling. Hozir sizlar bilan muzlik davridagi Sid haqida gaplashamiz. Muzlik davridagi Sid juda gapdon, kulgili va biroz beparvo qahramon. U ko'p xato qiladi, lekin do'stlarini hech qachon tashlab ketmaydi. Sid aslida qadimgi yer yalqovlariga o'xshaydi. Uning uzunligi 4-6, og'irligi esa 2-4 tonnagacha boradi. Ular daraxtlarda emas, yerda yashagan. Juda sekin, lekin kuchli bo'lgan. Ular ham xuddi Diego, qilich tishli yo'lbars kabi iqlim o'zgarishlariga moslasha olmay qirilib ketishgan. Bunda insonlarning ham hissasi bor albatta. Muzlik davri bizga jamoa bo'lib harakat qilinsa, oldinga qo'yilgan maqsadga tezroq erishish mumkinligini o'rgatadi. Jamoadagi har bir a'zo esa o'ziga biriktirilgan vazifalarni aniq bajarsa bo'ldi. Har bir a'zo Diego kabi kuchli bo'lishi shart emas yoki Sidning ahmoqroqligi bu uncha muammo emas. Muhimi jamoada sodiq va bir oila bo'lib oldinga harakat qilish.